Burj Xalifa binosidan tashqariga uloqtirilgan tanga pastda kimningdir boshiga tushsa, bu uning o'limiga olib keladimi? Keling buni ko'rib chiqamiz. Ko'pincha tangalar zanglamaydigan po'latdan ishlab chiqariladi. Eksperimentimizning maqsadi uni dunyodagi eng baland bo'lgan bino Burj Xalifadan tashlab yuborish. 828 metr balandlikka ega bo'lgan bu binoning uzunligi qariyb 1 kilometrga yaqin. U 160 qavatdan iborat. Men binoning eng cho'qqisidan tangani tashlashga tayyorman. Pastda odamlar yuribdi, tanga ulardan birining boshiga tushish ehtimoli katta. Tangani tashlaganimda gravitatsiya qonuniga muvofiq pastga tushish vaqtidagi tezlik soatiga 50 kilometrga yetadi. Shu bilan bir vaqtda havo bosimi va qarshilik tanganing yuzasiga urilib, uning tezligini sekinlashtiradi. Bu esa tezlik ortmasligini ta'minlab beradi. Tanganing tezligi soatiga 1000 kilometr tezlikka ega bo'lgan miltiq o'qi tezligidan ancha past. Shuning uchun tanga piyodalardan birining boshiga tushsa, bu unga hech qanday xavf tug'dirmaydi. Qalay, zo'rmi? Aytgancha, siz Birlashgan Arab Amirliklarida bo'lganmisiz? Izohlarda ha yoki yo'q degan javobingizni kutaman.